Assalomu alaykum. Qadrli yurtimiz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Bu yerimizga olib kelib o'rnatdik. Andijon viloyati Xonovodga olib kelib o'rnatdik. 3 ta eshik, 2 ta romon o'rnatdik. Xudo xolasa mana chiroyli qilib. Xudo xolasa mana bir chekkadan arzon qilib beramiz. Romlar biri 30 ga, biri 60 romlar, 90 ga bu 225 ta eshiklar. Xudo xolasa o'ta chiroyli chiqqan. Xudo xolasa zamonlari ham chiroyli chiqqan mana. Kanizlarni o'ta chiroyli qilib mokridan qilib berdik. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Romlarimiz ham o'ta chiroyli. Mana 2 qanotli eshiklarimiz mana o'ta sifatli eshiklar bo'lgan. Xudo xolasa. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqa olasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib bera olamiz. Nomerimiz 97lik 224 2255. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. Bitta podpiska, bitta like aymaylar. Xudo xolasa birinchi bo'lib ko'rishga Xudo xolasa menga nazar bo'lasizlar. Xudo xolasa bundan ham zo'rini chiqarishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, ishlarga omad.